Assalomu alaykum ahli YouTube, yaxshimisizlar? Mana bugun 17 dekabr. Pomidorlarimiz ekilganiga 1 oy 2 kunlik bo'ldi. 15-noyabr ekilgan mana shu hamma pomidorlarimiz. Xudo xohlasa fevral mart oylariga chiqarishga harakat qilyapmiz. Alyuminiy navni ekkanmiz. Biz birinchi gullar boshda hammasi ochilib qoldi. Ikkinchi gulga qarab ketyapti. Tepaga agrovolokni yopganmiz. Hammasi ruchnoy ochilib yopiladi. 40 sotixga 8 dona ko'chat ekdik. Ko'chat orasi 1.40. Mana shu ikkita ko'chat orasi. O'rtasiga kelgan, ikki tarafga qarab taralgan. Yarim yoqqa, yarim yoqqa. Kechqurun 13-14 ishlayapmiz, radiatorlar ishlayapti. Hozir yomg'irli, bulutli kunlar. Bir haftadan beri davom etyapti. 1-2 kun ichida qor yog'ishi kutilyapti. Havo hali tashqarida minusga tushgani yo'q. Qordan keyin minusga tushadi deyapti. Mana shunday. Vaqt turasizlar endi. Qulupnayiga faqat shu ko'chat tayyorlashga ishlayapmiz. Keyingi ko'chat ekamiz, xudo xolasa. Bugun pomidordan bir daromad ko'rsak, yana bir teplitsa qilib, xudo xolasa, o'sha ADN teplitsaga ekamiz qulupnay. Ko'chatlarni ham videosini tashlaganman. Shu sentabrda olib kelib ekkanim haligacha ko'chat beryapti.